115 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundak degan: Akthiru min qawli la hawla ve la kuvvete illa billah fa innaha min kunuzil cenneh. La havla ve la kuvvete illa billah degan sözni köperek eytinglar. Çünkü o cennetning xazinalarining biridir. Arab tilida havl degan so'zning ma'nosi o'zgarish yoki bir holdan ikkinchi holga yutkilish va odam bolasi bir ishni amalga oshirib uning oyog'ini chiqarish uchun kuch-quvvatga muhtojdir. Va bu la havla va la kuvvete illa billah degan jumlaning ma'nosi bir ahvoldan ikkinchi ahvolga yutkilish yoki o'zgarish va bir ishni amalga oshirib uning oyog'ini chiqarish Allohning yordamisiz mumkin emasdir.